Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga yana navbatdagi uголовimizni video obzorini boshladim. Ikkita bir xil ish, qora pantera ikkosi ham katta razmer. 430 lik bu tarafi, bu yog'i 230 lik. 13 ta 14 ta odam sig'dira oladi, xudo xolasa o'ziga. Stollari ham Kalyonni bemalol ustiga odam chiqib yursa bo'ladi. Sizlarga oldin ham sinab berganman, mana hozir ham sinab beraman. Mana ustida bemalol yuribman. 70 kilo atrofidaman. 70 kilo, balki 70 kilodan ko'proqdir mana. Mana. Qo'rqmasdan unisiga ham, bunisiga ham mana chiqib beraman. Mana. Kim mashdan garantiya beradi, aytinglar? Kim? Kalyonniydi 290 uzunligi 290. Bu ham qora panteralarimiz nalishniyda bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 8,5 milliondan O'zbekiston ichida dastavkasi bilan billa 8,5 million xolasa bunisi, xolasa bunisi. Dastavkasi ichida qilib qo'ydim. Qani bitta bonus sizlarga. Chunki bir ikkita kommentariyalarda o'qib oldim, jicha qimmat, hozir bozor tashagan, jicha arzonroq qilib bering deyishdi. Xo'p, mayli. Obunachilarim uchun xudo xolasa, mana sizlarga bitta bonus ulgib olinglar. Mana shu kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 8,5 millionga mana shu dastavkasi ichida. O'zbekistonda qayeri bo'lishidan qat'iy nazar jo'natib bera olaman. Zakladga keladigan bo'lsa, 100 ming, 200 ming so'm zaklad so'rayman, xolos. Boshqa zaklad so'ramayman. Qolganini borgandan keyin kartaga to'liq qilsanglar bo'laveradi. 6 dona borishida bor, 6 dona borishi. 4 ta katta tumbasi bor. Unda ham, bunda ham. Ichlari 100% sasna yog'och, sidinalari rossiyskiy pampers prujina ikkosiniki ham. Materiali koja emas, lata mo'shi material. Keyin sizlarga bitta yangiligim bor, xudo xolasa tez kunlarda bitta uголок 330 ga 230 uголок qo'yaman. Hamisha aktiv bo'lib turinglar, kommentariyalar yozinglar, like bosinglar. Iloji boricha do'stlaringizga jo'natinglar, qarindosh urug', oshna g'ayni, opa singil kim bo'lishidan qat'iy nazar tanishlaringizga jo'natinglar mana shu videolarni. Xudo xolasa 10 ming bo'lishimiz ozgina qolibdi. 10 ming bo'lishimga yordamlashinglar, poddesha qilinglar. Xudo xolasa sizlarga yana ham bonuslar qilib beraman inshaalloh. Mana sizlarga bitta bonus 430 ga 230 13 ta 14 odam sig'adi. 8,5 million O'zbekiston ichida dastavkasi xizmati hamma yo'g'i ichida. Endi agar Andijondan vodiydan tashqarida bo'ladigan bo'lsa, borib o'rnatib bera olmaymiz, lekin vodiy ichida bo'ladigan bo'lsa, borib o'rnatib bera olamiz, xudo xolasa, behijolat. Komplegi bunisi ham 8,5 million so'mdan. Uголок masalasiga keladigan bo'lsak, 330 ga 230 bitta kichkina razmer uголок qo'yaman. Kim aktiv qatnashayotgan bo'lsa, xudo xolasa o'ynaymiz, yana onlayn o'ynaymiz. Hali kreslolar o'ynaganman, o'zingizlar ko'rgansizlar. Bitta uголок podarka qilaman kimga bo'lsa. Shunday, kimga yutuq chiqsa, bitta uголок qo'yaman, xudo xolasa. Inshaalloh. Aktiv bo'linglar. Ismim Nodirbek. Har safar o'zimni tanishtiraman. O'zimni ko'rmagansizlar. Xudo xolasa balki ko'rgan bo'lsanglar, tanirsizlar, taniganlar bo'lar. Eskidan misol mana klientlarimiz bor, olgan klientlarimiz yana qilib bering bizga, qandashimga qilib bering, akamga qilib bering, ukamga qilib bering, yo opamga qilib bering, yo singlimga qilib bering deydiganlar bor. Qilib beryapmiz, qarindosh urug'larga qilib beryapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib mana uylarni ko'rki bo'lib turadi inshaalloh qora panteramiz. Chang bo'lsa, boshqa bo'lsa artib yuvib tozalab ishlatsa bo'ladi. Undan ko'ninglar, to'q qilinglar, xudo xolasa inshaalloh. Mana maillari MDF gul taxta, xudo xolasa. Mana bu Kalyonni oynani MDF ga sepilgan kraskadan sepilgan bunga ham. Xudo xolasa 8,5 million so'mdan tanlab olinglar. Mana shu ikkita komplegimiz bor nalishniyda. Yana bitta sizlarga bonusim. Lotka modelim. Bunaqa narxda sotmaganman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ulgib bo'lsa, bitta narx
O'zbekiston ichida mana shu narsa 550 dollarga dastavkasi bilan ketdi mana, xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladi? Kim birinchi bo'lib telefon qilsa, 550 dollarga mash komplektini beraman. 4 ta tumbasi, 220 ga 420, kreslosi bilan 520. 14 kishilik mash komplektimiz mana. 14 kishilik. 550 dollarga dastavkasi ichida ketdi mana shu kimga kerak bo'ladigan bo'lsa. Bu ham 100% sasna, sidinalari ponni, 22 plus paralon, xudo xolasa materiallari mo'yshik. Stolimizga keladigan bo'lsak, MDF'lik. Bu ham shu ustiga chiqsam bemalol ko'taradi. 6 oyoqdan iborat. Gold qilib ishlangan, xudo xolasa. Buni ham upakovka qilib yetkazib beramiz. Andijon ichida bo'ladi, Vodiy ichida bo'ladigan bo'lsa, olib borib o'rnatib beramiz. Boshqa joylarga bo'ladigan bo'lsa, jo'natib beramiz. Xudo xolasa o'zingizlar chiroyli qilib o'rnatib olasizlar, shopirdan qabul qilib. Buni ham shu to'lovi 100 ming, 200 ming so'm zaklat berasizlar-da, qolganini uylarga borgandan keyin xohlasanglar karta orqali, xohlasanglar shopirdan to'lov qilsanglar bo'laveradi. 550 dollar mashinasi. Bunisi 8,5 million so'mda. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlardan bitta yordam faqat poddesh qilinglar. Shuncha blogerlar, boshqalar chiqyapti, like bosyapsizlar, boshqa qilyapsizlar. Shu mashin mehnatimizga ham, qora mehnatimizga ham bitta like'larni ayamanglar. Sizlardan iltimos. Kommentariyalar yozinglar, o'qiyman, xudo xolasa, lekin men to'g'risi unaqa yozishga zo'r yozib olmayman. Shuning uchun ko'p yozishga ham ancha anaqam bo'lmaydi. Ovozli xabarlarni, misol agar Telegramda qoldirsanglar, ovozli xabarlarni yozib anaqa turishimiz mumkin, xudo xolasa. Chiroyli qilib. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana sizlarga bitta bonus maza qilsin, xalq maza qilsin. Chunki hamma ko'tarilib ketyapti, deyapti. To'g'ri, hamma oshib ketdi, misol qimmat bo'lib ketdi. Uylarni ko'rki bo'lib mana turaveradi. Kalyonning stoliga almashadigan bo'lsa, Hono kalyonning stoliga almashadigan bo'lsa, ustiga 2 million so'm pul qo'shilib oladi. Ustiga 2 million so'm pul qo'shilib oladi. Uni ham qilib bera olaman. Kalyonning stoli bilan. Mana chiroyli qilib, xudo xolasa, inshaalloh sizlarni uylarda bezagi bo'lib turadi. Yaqin kunda o'ynaymiz. Ugalog'imizni. Uni bitkizganimdan keyin uni ham bitta video obzorini qo'yaman, upakovka qilib olib qo'yaman. 1 oy ichida, xudo xolasa, 1 oy ichida, misol mana hozir may oyida turibmiz, may oyi ham tugayapti. Inshaalloh hayitga davr, Qurbon hayitga davr bitkizib tayyor qilib qo'yaman. Balki Qurbon hayitga davr o'ynashim mumkin. Odamni qancha misol ko'paytirgan sarimiz, xudo xolasa, bonuslarimiz ham ko'payib boraveradi inshaalloh. Poddesh qilinglar, iltimos sizlardan like'larni ayamanglar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Telegram, WhatsApp'im shu nomerda telefon qila olasizlar.